Assalomu alaykum, Pro'mon YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana bir Asus brendini H1C kamerasi haqida gaplashamiz. Mana shu ko'p ko'rgan videoyingiz ham xuddi shu kamerada suratga olinyapti. Kameramiz 2 megapikselda bo'ladi. Ko'rish mumkin, yaxshi tasvirlar beryapti. 1080 pikselda bo'ladi. Kamerani videoga olish kengligi 108 gradusda bo'ladi. Kameramiz ovoz yozadi, kameramizda karnet bo'ladi. Wi-Fi ulab olib, bemalol telefondan turib gapirsangiz ham kamerani oldidan eshitaveradi. Va kameramizda harakat detektori va tasvirda o'zgarish bo'lganda ham telefoningizga xabar berishi mumkin bo'ladi. Odamni bemalol farqlaydi. Xo'p, kameramizda masofadan turib bemalol kuzatib turishingiz bo'ladi, kassasiga qo'yib qo'yishingiz bo'ladi. Bolalar xonasi uchun, uyingizga, mehmonxonangizga, xohlagan joyingizga qo'yasiz, bemalol nazorat qilib turishingiz bo'ladi. Ushbu kameramiz byudjetli segmentda bo'lgani uchun bemalol olib qo'yishingiz mumkin bo'ladi bu kamerani, ortiqcha qimmat ham emas. Kimga ushbu kameramiz yoqqan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud. Xo'p, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Va videoga like bosing, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldirish ham esdan chiqmasin.